Bugun qabulimda bo'lgan bitta qiziq suvchani aytib bermoqchiman. Buni eshitganinglardan keyin bilamanki, sizlar ham kulasizlar. Ya'ni bitta patsiyentim kelganlar, ularga назначение berganmiz. Shu dori ukollarni olasiz va 1 haftadan keyin qaytib kelasiz deb. Keyin patsiyentim chiqib ketgan. Oradan 1 kun o'tib telefon qilyaptilar. Jahlda telefon qilyaptilar. "Doktor" deydilar, "Nima siz firma bilan ishlaysizmi billa?" deb aytyaptilar. Keyin aytyapman, "Nimaga unaqa deyapsiz desam, bitta doringizni umuman hech qayerdan topib bo'lmayapti. Bir 10 ta 15 ta aptekaga kirdim, вообще topib bo'lmayapti. Ras firma bilan ishlasangiz qaysi aptekadan borib olishim kerakligini ayting" deyaptilar-da. Keyin kulib aytyapman-da. "Yo'q, bu umuman imkonsiz. Men hech qaysi firma bilan ishlamayman. Yozgan dorilarimni любой joydan topa olasiz, любой aptekadan" desam, "Mana topolmayapman-ku" deyaptilar-da. Keyin aytdim, "Da, menga shundoq назначение qog'ozimni rasmga olib, topolmayotgan doringizni belgilab, Telegramdan tashlab yuboring, men ko'rib sizga javobini aytaman" dedim-da. Keyin shu bilan ko'rdim-da, qaytib chiqdim. Shunaqa kulyapman, boyagi patsiyentim jahl qilyaptilar-da. "Doktor" deyaptilar, "Men sizga dardimni aytib telefon qilsam, siz nimaga kulyapsiz? Sal insof ham kerak-da" deyaptilar-da. Keyin aytyapman-da, boyagi kirgan aptekachilarga rahmat aytib qo'ying" dedim-da. "Nimaga rahmat aytaman" deyaptilar. "Insofli ekan" deyapman. "Insofsiz bo'lganda sizga shuni ham dori qilib o'tkazib yuborardi" deyapman-da. "Nimaga unaqa deyapsiz" deyaptilar-da. E'tibor bergan bo'lsangiz, men "Svecha" deb yozganman va "Svechani" oxiriga o'sha bitta so'z yozganman. Bu so'z, ya'ni "Perirektum" degan lotin tilida so'z yozganmiz. Perirektum degani o'sha orqa analga tiqiladi degan ma'noni beradi-da. Va shuni tushuntirsam, boyagi patsiyentim shunaqangi billa qo'shilib kulib yotibdilar. "Voy" deyaptilar, "Yaxshiyam shu so'zni dori qilib berib yubormabdi, dori qilib berganda yurar ekanman" deb kulyaptilar-da. O'shaning uchun shunaqa suvchalar ham amaliyotda bo'lib turadi.